$160 million bino rosa chiroyli ekan. Lekin aytishlaricha, uning qiymati tashqi ko'rinishda emas. Tohir aka, keling eng asosiysidan boshlaymiz. Bu o'zi nima bino va nimaga u haqida ko'p gapiriladi? Farangiz, bu Islom sivilizatsiya markazi Toshkentdagi eng katta madaniy loyihalardan biri. Markazning umumiy maydoni 40 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Ko'rib turgan Huvani gumbaziz esa 65 metr balandlikda joylashgan. 65 metr bu jiddiy raqam. Bunday katta arxitektura obyektining g'oyasi nimada? Markaz umuman olganda 7,5 gektar maydonda joylashgan. Perimetr bo'ylab 34 metr balandlikdagi 4 ta monumental portal bor. Bu hamma aytib o'tgan vizual elementlari klassik islom me'morligi bilan juda yaqin bog'lanadi. Xo'p, ichkarida nima bor? Bu oddiy muzey emas shekilli. To'g'ri, bu oddiy muzey emas. Ichkarida ko'rgazma zallari, kutubxona va arxivlar joylashgan. $160 million mablag'i asosiy qismi bezaklarga emas, balki iqlim nazoratiga, akustikaga va multimediyaga sarflangan. Aynan shu omillar bu bino Toshkent uchun juda qadrliligini ko'rsatib turadi. Demak, bu binoni shunchaki chiroyli deb atash xato. Albatta, bu bino milliylik va zamonaviy texnologiyalar arxitektura orqali madaniy dialog vositasi bo'lishi mumkinligini anglatadi. Shunday muhtasham binolarni yana tahlil qilamiz. Faqat kommentariyda keyingi manzilimiz uchun takliflar yozib qoldiring va albatta bizga obuna bo'lishni unutmang. Sizni oldinda ko'plab arxitekturaga oid mavzular kutmoqda.